Isroilga siz shu kelgan domimizni, Abdurasul aka qurgan domdan xonadon xarid qilgan ekansiz. Shu xarid qilgan tarixini ozgina aytib bera olasizmi? Uyning tarixi juda ham qiziq, ham xayrli bir barakali desak ham bo'ladi. Nimaga desam, men birinchi professional jangga o'tgan paytim birinchi gonorarimga shu uyni xarid qilganmiz va bu yerda bitta o'zim emas, bu yerda Bahodir Jalolov, ustozimiz To'lqin Qilichev, Murodjon Ahmadaliyev hammamiz bitta etajdan turib sotib olganmiz va jamoa shu. Shuning uchun ham qanaqadir qadrli joy. Abdurasul aka, sizcha mana shu bu domni qurish va sotish tarixi qanaqa bo'lgan? Isroil aka bilan qanaqa uchrashib qolgansizlar? Bu uy qurishimiz tarixi 2017-yil boshlaganmiz, 2019-yil topshirilgan. Chempionlarimiz kelishgan, ko'rishib, tanishganimizdan keyin mana shu uyimizni proyektlarini ko'rishib, keyin lokatsiyasi to'g'ri kelyapti. Keyin yonida mana bog'cha bor, bundan keyin bog'cha bor, maktablar bor. O'shani ko'rib, keyin qurilishi ham mustahkamligini ham o'zlari ko'rib, ko'zlari bilan ko'rishgan. Shu bilan keyin qaror qilishgan, shu yerdan uy olishga. Mana biz ham faxrlanib yuramiz, chempionlarimiz, olimpiysk chempionlarimiz bizdan uy olishgan deb. Keyin bundan keyin mana aka-uka bo'lib qoldik. Biz taklif bilan chiqdik Isroilga. Mana shunaqa biz yangi qurilishlar bo'lyapti, sport kompleksi endi mana shunaqa narsalar qilmoqchi edik. Keyin Isroildan ukamiz aloqa qilib chiqib yurganimiz bitta shunaqa ochsak desak, bu o'zlari ham keyin o'zimni ham shu narsa yuruvdi, fikr ochmoqchi bo'lib yurdim. Endi birinchi to'g'risi o'zimizda Xorazmni ochmoqchi edim. Endi yoqqa borguncha hali vaqtimni aniqlay olmayapman. O'shaning uchun yaqinroq bo'lsa, uyimga yaqin ekan deb, keyin birinchi biz ham ochadigan bo'ldilar-da, Xudo xolasa. Piskent City loyihasi. Piskent City loyihadan birinchisi o'sha yerdan bo'ladigan bo'ldi, Xudo xolasa. Eslatib o'taman, 21-noyabr kuni webinar bo'lib o'tadi. Shu jonli efirimizda hamma bonuslarni Piskent City loyiha bo'yicha va bitta xonadonni o'yinga qo'yamiz. Oranglarda bitta odam xonadon yutib olishi mumkin. Aktiv bo'lib turinglar, Xudo xolasa ko'rishguncha.